أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 43. Sure Zuhruf Mekke'de nazil bo'lgan 89 oyat. Nahayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Ro'shan kitob bilan qasamki, sizlarni uning ma'nosini tushunsin deb biz uni haqiqatan arabcha Qur'on qildik. Haqiqatan u Lavhul Mahfuzda bizning dargoyimizda muqimlashgan yuqori martabalik hikmatli kitobdir. Sizlar gumrohlikda haddidan oshgan qavm bo'lganliginglar uchun sizlarga ba'zi nasihat qilishni, ya'ni Qur'onni nozil qilishni targ'ib qilamdik. Ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularga qandoq bir payg'ambar kelsin, ular uni qavming seni masxir qilgandek masxir qildi. Ular yana Makka kofirlardan kuch-quvvatda ustun bo'lganlarni halok qildik. İlgirkilarning qissalari Qur'onda o'tdi. Agar sen ulardan osmonlar va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta osmonlarni va zaminni g'olib, hammani bilguvchi Alloh yaratdi deydi. Alloh sizlar uchun zaminni qarorgoh qildi. Safarda ko'zlagan yeringlarga berib olishinglar uchun sizlarga zaminda nurg'un yo'llarni yaratdi. Alloh bulutdan sizlarga ziyo yetkazmay, foyda yetkazadigan o'lchamda yomg'ir yog'dirdi. Onun bilan biz giya unmas qaqos o'lik zaminni tirildirdik. Sizlar mushundaq yana o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek qabranglardan chiqarilsizlar. Alloh maxluqotlarning butun turlarini yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kema va minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. Ondan sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Parvardigoringlarning ne'matini aslab, bizga buni bo'ysundirib bergan zot paktur, biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz degaysizlar. Ular farishtalarni Allohning qizlari deyish bilan Allohning bir qism bandalarini Allohning bir parchasi hisobladi. Bundaq deguvchi inson haqiqatan Allohga oshkora noshukrlik qiluvchidir. Alloh maxluqotdan o'zi uchun qizlarni bola tutib, sizlarni o'g'illarga xos qildimi? Agar ularning biriga o'zlari marhamatlik Allohga mansub qilib olgan narsa, ya'ni qiz bola bilan bishorat berilsa, qayg'uga cho'mgan holda yuzi qordab ketadi. Ular Allohga zibu zinnat ichida cho'ng bo'ladigan, munozirada maqsadini ochiq bayon qilolmaydigan qizlarni mansub qilamdi. Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qiladi. Alloh farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi? Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan biladi? Ularning guvohligi, ularning nomi amaliga yoziladi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortiladi. Ular marhamatlik Alloh xolisa, biz ularga ya'ni farishtalarga cho'qinmaydik dedi. Bu to'g'riliq ularning bilimi, ya'ni asosi yo'q. Ular faqat jo'ylaydi. Ularga biz Qur'ondan ilgari qandaqdir bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobga mahkam islomda, undaq emas. Ular haqiqatan ota-bovlarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan menga hidoyat topquchidirmiz deydi. Shuningdek sendan ilgari har qachon bir shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsakla, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bovlarimizning bir xil diniga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki, biz ularning izlaridan mangimiz deyishdi. Har payg'ambar o'z qavmiga ota-bovanglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yana ota-bovanglarga ergashamsizlar dedi. Ular sizlar ib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. Biz ularni jazoladik. To'g'ri yo'lni inkor qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaragin. O'z vaqtida Ibrohim otasiga va qavmiga aytdi. Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostilla ado judaman. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ibrohim kalma tavhidni avlodidan sherik keltirganlar iymonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. Balki men bular, ya'ni Makka aholisini va bularning ota-bovlarini uzun umr va ne'matdan bahramand qildi. Toki ularga haq, ya'ni Qur'on va ro'shan payg'ambar Muhammad alayhisalom kelgicha. Ularga haq, ya'ni Qur'on kelganda, ular bu sehrdir, biz haqiqatan uni inkor qiluvchimiz deyishdi. Ular bu Qur'on nimishqa ikki shahar, ya'ni Makka bilan Toyib odamlardan bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ish qilsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik.
Parvardigarning rahmati ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul mollaridan yaxshidir. İnsanlar kuffarlarning bayashat turmushini ko'rib, kufrga qiziqib ularga qo'shilib hammasi kufrda bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa edi, marhamatlik Allohni inkor qilgan kishilarning uylarining o'gizlarini va uningga chiqadigan shotlarini ko'mishdan qilib beratdik. Ularning uylarining ishlarini va taxtlarini ko'mishdan qilib beratdik. Ular taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Yuqorqilarning ba'zisini oltindan qilib beratdik. Ularning hammasi faqat dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Parvardigoringning huzuridagi oxirat, ya'ni jannat va uningdagi noz-u ne'matlar taqvodorlarga xosdir. Kimki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydi ekan, biz uningga shaytonni hukmron qilamiz, shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Shak shubhisizki, shaytonlar ularni, ya'ni ozg'un kuffarlarni to'g'ri yo'ldan to'sadi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Kafir odam hamroyi bilan qiyomat kuni dargohimizga kelgan chaqda hamroyiga "Kashki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orasidagi orliq bo'lsa ekan, sen nima degan yomon hamroh, chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding" deydi. Ularga dunyodagi chaqda zulm qilganliginglar, ya'ni sherik keltirganinglar uchun bugun sizlarning azobda o'rtoq bo'lganliginglar sizlarga foyda bermaydi deyiladi. Ey Muhammad, sen gazlarga anglata olamsan, yo ko'rlarni to'g'ri yo'lga sola olamsan? Ya'ni kuffarlar gazlarga, ko'rlarga o'xshash oshkor gumrohlikda bo'lgan kishini hidoyat qila olamsan? Ularni jazolashdan ilgari seni epketsak, ya'ni vafot qildirsak, vafotingdan keyin ularni cho'qim jazolaymiz. Yoki biz sana hayotingda ularga va'da qilgan azobni ko'rsatamiz. Biz shubhisizki, ularga, ya'ni ularga azob qilishga qodirmiz. Ey Muhammad, sana vahiy qilingan Qur'onga ching esilg'in. Sen haqiqatan to'g'ri yo'ldadursan. Qur'on sana va sening qavmingga albatta ulug' sharafdir. Sizlar kelgusida bu ne'mat ustida so'rilisizlar. Senden burun biz avatgan payg'ambarlarimizdan so'rab boqqinki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qiladigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgani bormi? Biz haqiqatan Musoni Fir'avnga va uning tavallariga uning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan shonliq mo'jizlar bilan avatdik. Musa Fir'avnga "Men haqiqatan jami olamlarning Parvardigorining seni va qavmingni bir Allohga ibodat qilishga da'vat qilish uchun avatlagan elchiman" dedi. Musa ularga bizning mo'jizlarimizni epkaganda, ular nagahan mo'jizlarni masxar qilib kuldi. Ularga bir-biridan katta mo'jizlarni ko'rsatdik. Ularni kufrdan qaytsin deb turlik azoblar bilan jazoladik. Ular azobni ko'rganda, "Ey sehrgar, Parvardigoringga uning sana bergan duoyingni ijobat qilishdan iborat ahdi bo'yicha biz uchun duo qilsang, agar u duoying bilan bizdan azobni ko'tarib etsa, biz cho'qim iymon etamiz" dedi. Musaning duosi bilan ulardan azobni ko'tarib etganimizda, nagahan ular ahdini buzib, kufrda ching turdi. Fir'avn o'z qavmi ichida faxrlangan holda nido qilib aytdi: "Ey qavmim, Misrning podshohligi, ostimdan eqib turgan bu daryolar mening emasmi? Mening bu buyukligimni ko'rmamsizlar? Balki men ochiq gap qilolmaydigan bu arzimas odamdan, ya'ni Musa alayhissalomdan yaxshiman. Nima uchun uningga osmondan oltin bileziklar tashlanmadi yoki nemishqa uning rostligiga guvohlik berish uchun uning bilan birga farishtalar hamroh bo'lib kelmadi?" Fir'avn qavmini go'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. Ularni biz kuffarlarning azobga tegishli bo'lishida keyingilarga namuna va ibrat qildik. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni Isa alayhissalom misol keltirilsa, nagahan sening qavming xushalliqdan so'ran silishib ketadi. Ular bizning ilohlarimiz yaxshimi yoki Isa'mi dedi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi. Balki ular jidalxo'r qavmdir. O ya'ni Isa Nasarlar gumon qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas. Faqat payg'ambarlik ne'matiga erishgan bir bandidir. Uni biz Isroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rinbosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik. O ya'ni Isa albatta qiyomatning alomatidir. Onunğa, ya'ni qiyomatga shak keltirmanglar.
Ey Muhammad, ularga aytqinki, menga ergishinglar, bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. Sizlarni shayton to'g'ri yo'lda mengishdan to'smasin. Ya'ni shaytonning vasvasiga aldanmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. İsa ro'shan mo'jizlar bilan kelib etdi. Sizlarga men hikmat ib keldim. Sizlarga ixtilof qilayotgan narsanglarning, ya'ni diniy ishlarning ba'zisini bayon qilib beraman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir va sizlarning Parvardigoringlardir. Onunga ibodat qilinglar, bu to'g'ri yo'ldir. Nasarlarning firqalari İsa to'g'risida o'zaro ixtilof qilishdi. Zolimlarga qattiq kun, ya'ni qiyomat kunining azobidan voy. Ular faqat qiyomatning o'zlari tuymagan holda ushtum-tut kelishini kutadi. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat Alloh uchun do'stlashgan taqvodorlar undaq emasdir. Ularga bandalarim, bugun sizlarga qo'rqinch yo'q, sizlar g'am andish qilmaysizlar deyiladi. Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi. Ularga sizlar ayollaringlar bilan birga xushal quram holda jannatga kiringlar deyiladi. Ularga oltin leganlarda taom, oltin jamlarda sharob tutiladi. Jannatda ko'ngillar tatadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar jannatda mangu qolasizlar. Sizlar dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar bilan varis bo'lgan jannat ana shudir. Jannatda nurg'un turlik mevalar bor. Uningdan yeysizlar. Gunohkorlar, ya'ni kuffarlar haqiqatan do'zax azobida mangu qolg'uvchilardir. Ulardan azob birdanmi yengiltilmaydi. Ular do'zaxda har qanday yaxshilikdan umidsizlardir. Ularga biz zulm qilmadik, va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular yana kuffarlar do'zaxga muvakkil farishtaga, "Ey Malik, Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin" deb davlaydi. Malik, sizlar azobda cho'qim qolasizlar deydi. Biz sizlarga haqiqatan haq dinni keltirdik, va lekin sizlarning ko'pchiliginglar haq dinni yomon ko'rguvchisizlar. Ular Muhammad alayhissalomga suiqasd qilishda bir ishni qaror qilgan bo'lsa, biz Muhammad alayhissalomga yordam berishda bir ishni qaror qilamiz. Ular gumon qilamdiki, biz ularning sirlarini va fikrlashganliklarini anglamaymiz. Hargiz undaq emas, uni anglab turamiz. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalarimiz ularning oldida ularning amallarini yezib turadi. Agar mehribon Allohning balasi bo'ladigan bo'lsa, men u balaga ibodat qiluvchilarning avvali bo'latdim degan. Osmonlarning va zaminning Parvardigori, arishning Parvardigori ularning so'zlaridan pokdir. Ularni, ya'ni Makka kuffarlarini gumrohliklarida va nodonliklarida qo'yib bergan. Ular va'da qilingan kuniga muloqot bo'lganga qadar botillarga cho'msin va dunyosi bilan o'ynasin. Alloh osmondami ilohdir, zamindami ilohdir. Alloh hikmat bilan ish qiluvchidir, hammani bilguvchidir. Osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi ilkida bo'lgan zot kattadir. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi ilm haqiqatan yolg'iz Allohning dargohidadir. Sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ularning Allohni qo'yib cho'qingan narsalari shafaat qilolmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan tili bilan aytganni dili bilan haqiqiy bilganlar buningdan mustasno. Agar sen ulardan bularni kim xalq etganliklarini so'rasang, ular cho'qim Alloh deydi. Ular qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketadi? Alloh taolo Muhammad alayhissalomning "Ey Parvardigorim, bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmdir" degan so'zini biladi. Sen ulardan yuz o'rgin. Salom degin, ya'ni ularga badduo qilmagan, dinga da'vat qilmagan. Ular kelgusida kufrning oqibatini biladi.